Аңлаватқаныңыз Доктор Павел Каланити қаламidagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima gruppasidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. Ikkinchi qism. To'liq o'ttirni bitirdigan yil emas, mening eng yaqin do'stim. Bu yillik o'qish murosimida so'z qiladigan o'quvchilar vakili. Men biladigan eng nomrod bola Leoga maktabning ilmiy mudiri nasihat qilib, "Sen aqlli bola, eng yaxshisi askarligi bor", debdi. U keyin menga shu ishni deb berib deb og'izni buzdi. "U saman qo'saq adliq ishini qilsin. Men qara Pavel, agar sen Harvard, Yale yoki Stanfordga borsang, menmi boraman." Oxirida men Stanfordga qabul qilindim. U Yale'ga o'tdi. Zoda qaysimiz uchun bakrak xushal bo'lganimni o'zimmi bilmayman. Yozma o'tib ketdi. Stanford boshqa doshlardan naq bir oy keyin dars boshlaydi. Shunga do'stlarimning hammasi meni tashlab taraf-tarafga mengishdi. Men kunda tushdan keyin qumliqda yolg'iz uxlab yoki xiyol surib yetib, Kengmandagi birdan-bir qahvaxonada ishlaydigan qiz do'stim Abigailning ishdan tushishini saqlaydim. Bu qumliqda tog'lar orasidan bozorga bog'ilib bo'ladigan bir qisqa yo'l bor edi. Ya'ni kelib piyoda mangsa, mashina haydagandan ko'ngillik edi. Abigail endi 20 dan oshgan bo'lib, Dashyoda o'qiydi. U o'qish qarz ilishdan qochib, bir mavsumlik ruxsat so'rab, o'qish puliga ishlayotdi. Men uning oliy maktab o'quvchilariga xos ishqi puxta mijoziga bakli amroq edim. Uning kasbi psixologiya edi. Biz doim u ishdan tushganda ondan ko'rishatdik. U menga men necha hafta ichida yuzlanadigan yep-yangi dunyodan oldin bishorat bergudek to'ylatdi. Bir kuni tushdan keyin qumliqda uyg'onib ko'zimni ochsam, bir to'p quzg'unlar meni jasadmikin deb aylanib yuribdi. Soat 3 bo'lay degan edi. Kechikib qolay debdi men. Kiyimlarimni qaqqash yugurgunimcha qumliqdan o'tib chiqishimga tunji imorat ko'rindi. Ko'cha do'qmishdan qayrilibla qo'lidagi supurgi bilan qahvaxonning pollarini surtib-atgan Abigailni ko'rdim. "Qahva mashinasini tozalab bo'ptiman", dedi u. "Bugun sizga muzli qahva damlab bermaydigan bo'ldim." Biz qahvaxonga kirdik. Abi pul yig'ish mashinasining yiniq tiqib qo'ygan bir kitobni oldi. "Mang", dedi u kitobni menga sunib. "Buni o'qing. Qachonliq qarsa, Isizodlar madaniyatiga tava kitoblarni o'qiydigansiz. Bir haqiqatan tuvan saviliklarning kitobini sinab beqing", dedi. Bu 500 betlik romanning ismi Shayton. Bechora doktor Kasslerning uni ro'yi analiz bilan davolab saqaytishi bo'lib, avtori Jeremy Levin edi. Men kitobni uyga olib ketib, bir kunda o'qib bo'ldim. Bu bek nafs asar sanalmaydi. Bu asar asli qiziqarli chiqmoqchi ekan-toq. Ammo undaq bo'lolmay qopti. Shundaqdimi, bu kitob kallamdagi ong faqatla cho'ng mengining mashg'uloti degan qarashni nalargadir cho'rotishim kerakligini tunutib, mening dunyoga bo'lgan go'daklash tushunchalarimni tavirtibdi va menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Asli bu jazman to'g'ri bo'lishi kerak edi. Agar xato deyilsa, undaqda bizning cho'ng mengimiz zodi nima ish qila bo'lg'aydi? Garchi bizning erkin irodamiz bor bo'lsa-mu, lekin bizmi o'xshashla cheklimlarga bo'ysundigan bir jonliq. Mengimiz bo'lsa, o'xshashla barliq fizikalik qonunlarga bo'ysundigan bir xil a'zo xolos. Adabiyot insoniylik haqida mo'l tushunchalarni bergan. Dal menga qandoqdir bir usullar bilan shundoq bo'lish imkoniyatiga ega qilgan edi. Bu kishiga nihoyat sehrlik tuyuldi. Ash kechasi men hujramda burun necha 10 qitim o'qib bo'lgan qizil rangli Stanford dars jadvalimni ochdim va belgi qalamimni qo'limga oldim. Allaqachon to'g'ri belgisi urib bo'lgan barliq adabiyot darslaridan boshqa men biologiya va nevrologiyaga doir darslarni tanlashga boshladim. Necha yil o'tib ketdi. Men yanala bir kasb haqida jiq o'ylab ketmagan. Ammo ingliz adabiyoti va inson biologiyasi bo'yicha ilmiy unvonga erishay deb qolgan edim. Meni darsda yaxshi natijaga erishish ancha qiziqtirmaydi. Men faqat shuni tushunishga qiziqatdim. Inson hayotining ma'nosi zoti nima? Men yanala adabiyotning ma'naviy hayotning eng yaxshi tasviri, nervi ilmi bo'lsa, mengining eng nozik qonunlari deb qaraydim. Qimmatgarcha aniqsiz bir ufqum bo'lishiga qaramay, kishilik munosabat va axloq qarashining ajralmas parchasiga ko'rinadi.
T.S. Eliot Jazira degan asarida ma'nisizlik va tanholikni, shundaqla insonlar orasidagi bog'lanishni tepish maqsadidagi foydasiz urinishlarni cho'nqir aks ettirgan edi. Eliotning o'xshatishlarining o'z tilimga singib ketayotganligini payqaydim. Boshqa yozuvchilarmi bor edi. Nabokov o'zimizning yoshirin azobimizdan bizni boshqalarning oshkor azobiga parvoz qilib qo'ydiganligiga diqqat qilgan edi. Konrad kishilar orasidagi xato tushunchaning ularning hayotiga qanday cho'nqur ta'sir ko'rsatadiganligini nihoyat aniq tushungan edi. Demak, adabiyot yolg'iz boshqalarning kechirmishini aks ettirib qolmay, men ishonamanki, u yana axloqiy izlanishning eng boy materialidir. Mening analiz falsafasining rasmiy etikasiga bo'lgan dastlabki izlanishlarim to'liq qurg'oq bo'lib, real kishilik hayotining qalamqonchilik va ig'irchiliklardan xoli edi. Oliy maktab yillarimda inson hayotining ma'nosi haqidagi zohidlarcha izlanishlarim bilan shu ma'noni shakllantiradigan kishilik aloqa to'ri qurish va kuchaytirish surati orasida ziddiyatga duch keldim. Tafakkursiz hayot yashashga arzimasa, yashanmagan hayot tafakkurga arzimdi. Daşa 2. yillikning yozliq ta'tilida 2 xizmatga iltimos qildim. Biri Atlanta shahridagi oliy tadqiqot yurti Yerkis Perimatla tadqiqot markazida praktikant bo'lish. Yana biri Sierra lagerida yordamchi oshpaz bo'lish edi. Bu Stanford maktabdoshlari oila bo'yicha yig'ilib sayohat qilgan bir manzir nuqtasi bo'lib, Eldoroda davlatlik o'rmon bog'chisining ibtidoiy jangalligiga tutishib turadigan Fallen Leaf ko'lining zumradda qirg'iqiga joylashgan edi. Lager sizga hayotingizdagi eng esil yozni va'da qilib turadi. Men bu xizmatga qabul qilinganimda ham hayron qoldim, ham nihoyat xushal bo'lib ketdim. Biroq men makaka maymunining ibtidoiy madaniyati bog'liqiga doir xabarni anglab, Yerkisga berib, qimmatning tabiiy manbasining zodi nima bo'lish mumkinligini bir bilib boqqim keldi. Boshqa chiqib aytganda, bu ikki xizmatning birida men hayotning ma'nosini tadqiq qilsam, yana birida uni yashaytdim. Uzoq o'ylanib oxir lagerni tanladim. Andan bu tanlashimni biologiya o'qituvchimga deb qo'yish uchun ishxonasiga kirdim. U ustida jurnal ko'rib o'tiribdi. U jimig'ur, qo'yiq qoshliq muloyim odam edi. Biroq men uningga planimni aytishimgila, u butunlay boshqacha bir odamga aylandi. Ko'zlari chakchiyib, yuzlari qip-qizil bo'lib, og'zidan tukuruklarini chachirtib vaqirab ketdi. "Nima?" dedi u. "Sen cho'ng bo'lganda olim bo'lmoqchimi yoki oshpazmi?" Ay, mavsum oxiri tugab, ta'tilga chiqdik. Lagerga boradigan bo'ronliq yo'lda ketib o'tibmi, yanada hayot yo'limdagi bu tanlashimning xato bo'lib chiqishidan ansirab turibdim. Lekin bu andisham uzunga bormadi. Lager darvaqa yoshlikning hamma ehtiyojidan chiqqidek darajada go'zal edi. Ko'ldagi go'zalliklar, tog'lar, odamlar, mo'l tajribalar, suhbatlar, do'stliklar. Oy to'lgan kechalarda oy nuri kalkuni jangallikni bir bisib ketgan bo'lib, chiroq ommaymi mengib aylanib kirish mumkin edi. Biz har soat 2da eng yaqin tog' cho'qqisi bo'lgan Tallaq teg'iga qarab mangdik. Quyosh ko'tarilay deb qolgan edi. Sözük, yulduzliq osmon pastdagi taksi, tip-tinish ko'l yuzida aks etib turadi. Cho'qqiga chiqdik. 300 metrlik tog' cho'qqisida uxlash holatlarida quchoqlashib yotdik. Havoni qaysidir bir atrofliq o'ylaydigan birodar og'ash chiqib damlagan qahvaning orambaxsh purig'i birag'an edi. Quyoshning tunji nurini ilg'i qildik va hammamiz rusunib o'ltirib uni tomosha qildik. Sharqi ufqdan ko'tarilgan bir ko'k ranglik nur dastasi xuddi supurgidek osmon betidagi yulduzlarni supurib mang'atdi. Kunduz osmoni bara-bara kengaydi va egizladi. Ondan quyosh oxiri muborak jamolni ko'rsatdi. Saharchi yo'lovchilar Janubiy Taho ko'li yo'llarida harakatlanishga boshladi. Biroq beshingizni ko'tarib qaraganingizda siz boshqacha bir manzarani ko'ratdingiz. Kunduzning ko'k nuri osmon yuzida bara-bara qariyib ketyotdi. G'arbda kech texichi bo'ysunmagan. Qapqara, yulduzliq bir parcha osmon to'lg'an oyni poytaxt qilib, texichi o'z o'rnida mazmut turadi. Sharqda kunduzning yo'riqi yuzingizga zarba bilan urilsa, g'arbda kecha hukmronlikqa taslim bo'lishning belgisi yo'q holatda davomlashyotadi. Ulug'liqni hech qanday bir faylosufmi kecha va kunduzning chegarasida turib kuzdishdimi yaxshiroq tushundirmas deyman. Ammo xuddi hammaga qodir ko'rinmas bir kuch koinotga yo'ru deb buyruq qilayotgandek edi. Bu buyuk tog'larning, yer sharning, koinotning oldida o'zingizning zarchilikli mavjudligingizni aslamay turolmaydingiz. Shuning bilan tangla yana ikki putingiz bilan dal mushu buyuk manzaralarning qoq o'ttirisida tik tasab turganligingizmi esingizga tushadi. Mana bu Sierra lagerdagi yoz edi.
Balkim boshqa barliq lagerlardan farqi yo'qdir. Ammo bu yer har kuni hayotga va uni qimmatga ega qiladigan munosabatlarga to'lib teshib turadi. Bir kechasi bir nechamiz kechki tomoq ustida lagerning yordamchisi Mo bilan viski ichkash o'ltirib qoldik. U Mo Stanforddan bo'lib, ingliz adabiyoti bo'yicha doktorlik o'qishini tashlab qo'ygan edi. Biz adabiyot va balog'atning keyingi mezgillarining ig'ir bosh qitinchiliklari haqida paransilishdik. Keyingi yili u doktorlik o'qishni qayta boshladi. Keyin u tunji e'lon qilingan qisqa hikoyasini menga avatibdi. Ashu qitimqi billa o'tkazgan yozliq lager emas, uning hikoyasida nihoyat yaxshi xulosalangan edi. Hozir tuyuqsiz nima izlayotganligimni bildim. Men Gulxon yoqdiganlarni izlamoqdaman. Jasad gulimni chechivtinglar. Qumga orlashib ketsin. So'ngkim qaqshal o'tullar orasida qolsin. Tishlarim qumliqda yo'qab ketsin. Men balalarning aqliga ishonmayman. Cho'nglarninkiga ishonmayman. Shundoq bir chaq keludiki, to'plangan tajribalar yashashning tafsilotlari orasida alsirab tugaydi. Biz hargizmi ashu chaqda yashgan vaqtimizdagidek aql emasmiz.